Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Növbətdə Norvegiyada xizmət ziyaretində bo'lib atqan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay fondining rəisi Abdujelil Ahmed, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati 5-may kuni Norvegiya Uyg'ur komitetining bosh kotibi Adiljon Abdurahim apandimning hamrohligida Norvegiya parlamentining bir qism a'zolari, Norvegiya tashqi ishlar ministrligining mas'ul xodimlari va ba'zi siyosiy partiyaning mas'ullari bilan ko'rishib suhbat olib bordi. Qurultay hay'ati ko'rishgan arboblar orasida Norvegiyaning sobiq tashqi ishlar ministri Ina Eriksen xonimi bor edi. Qurultay raisi Dolqun Eysa boshchiligidagi mazkur hay'atning bu qitimqi Norvegiya ziyaratining asosiy maqsadi bo'lsa, Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat qarorini Norvegiya hukumatiga e'tirof qildirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Norvegiya parlamentining e'tirof qilishni qo'lga keltirishdan iborat bo'lib, BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheletning oldimizda elib bormoqchi bo'lgan Sharq Turkiston ziyarati va BDT tarafidan o'tgan yil hozirlangan Uyg'ur kishilik huquq umumiy dokumentlarining e'lon qilinishining toki hozirgacha kechiktirilishi qatorliqlarning bu qitim uchrashlarning muhim temasi bo'ldi. Suhbatlarda hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika, Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litvaniya, Irlandiya qatorliq 9 davlat tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, shundaqla Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan qilmishlarini xalqaro qonun asoslariga va ko'p taraflamalik dalil isbotlarga tayinib turib, irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb hukm chiqarganligini xotirlatib o'tgan Dolqun Eysa apandim, Nobel komiteti joylashgan va dunyodagi eng demokratik ellarning biri hisoblangan Norvegiyadagi bir davlatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini toki hozirgacha e'tirof qilmaganligidan qattiq afsuslanganligini bildirdi. 5-maydagi bir qator uchrashuvlardan keyin Oslodan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun Eysa apandim bu qitimqi Norvegiya ziyarati haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Bizdeki Norvegiyadagi faoliyatlarimizning birinchi kundagi qismi nihoyatda muvaffaqiyatli oxirlashdi. Biz Norvegiya parlamentining bir qancha parlament a'zolari bilan tashqi ishlar komissiyonining rahbarlari bilan görüşüp növbətdəki vəziyyətlərimiz haqqında məlumat veriş bilan birgə Norvegiya parlamentindən kütüdüğən tələblərimiz, arzularımız haqqında konkret tələblərimizi oturup qoyduq və bu parlament əzalarımı və siyasi partiyanın rəhbərlərimi bizning suallarımıza ait əstaydil tələblərimizə cavab verib qılalaydıgan, qılanmaydıganlarını qılanmaydıgan və ya oylaşdığanları haqqında cavab verdi. Bu cavabların içində pozitiv cavablar var. Demek bugünkü uçuruşumuzun ait yaxşı muvaffaqiyatli ötdü deb oylaymiz. Hem bugünkü günlerimizde yana davamlı qalda başka siyasi partiyanın rəhbərləri bilan, tashqi ishlar ministerlikləri bilan, başka xalqaro tashkilotlarning rəhbərləri bilan bo'lgan uçuruşumuz davom qildi. Yaponiya bosh vaziri Fumi Okishida 4-may kuni Vatikanda Papa Frans bilan ko'rishganda Uyg'urlarning ahvolidan andish qilayotganligini bildirgan. Katolik dunyosi xabarlari gazetining xabariga qaraganda, Yaponiya bosh vaziri Kishida 4-may kuni Vatikanda Papa Frans bilan ko'rishib, navbatda dunyoda yuz berayotgan muhim voqealar ustida fikr almashtirgan. U Papa Fransisga o'zining Uyg'urlarning hozirgi ahvolidan qattiq qayg'urayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, ikki tarafning uchrashuvi 55 minut davom qilgan bo'lib, suhbatda Yaponiya bosh vaziri yana Hong Kong demokratiyasining bostirilishi, Janubiy va Sharqiy dengizning egilik huquq masalasi, Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligi, Shimoliy Koreyaning yadrosini o'xshash bir qator masalalarni tilga olgan. Yaponiya bosh vaziri Kishida Xitoyning Janubiy dengiz va Sharqiy dengizdagi ig'vogarchilik harakatlarini va uning Uyg'ur qatorliq millatlarga tutayotgan muomalasi haqidagi andishlarini oshkor ifoda qilib kelayotgan bir davlat rahbari. U bu qatim Vatikan papasi Fransis bilan o'tkazgan uchrashuvda Uyg'ur masalasini tilga olgan bo'lsa-mu, biroq Vatikan tarafidan mazkur uchrashuv haqida e'lon qilingan rasmiy bayonotda Uyg'urlar va Hong Kong masalasi tilga ilinmagan. Vatikan uzundan buyon Xitoydagi kishilik huquq va diniy erkinlik masalalarida sukut turib olgan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlarini o'z ichiga olgan nurg'un xalqaro organlar va faoliyatchilar tarafidan tanqidga uchrab kelmoqda. Kanada parlamentining fuqarolik va ko'chmanlar komiteti o'tgan hafta birdek ovoz bilan qarornoma ma'qullab, hukumatning bexatar bo'lmagan davlatlardagi Xitoyning ziyonkashligidan qochib chiqqan Uyg'ur musofirlarga panohlik berishni, panohlik berishda Kanadaning mavjud belgilamalaridagi rasmiyatlarni qisqartirishni talab qilgan. Qarornomada yana Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon turkiy millatlarga qarta irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi ta'kidlanib,
irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligi qayta muayyanlashtirilgan edi. Kanada parlamentining Quebec gruppusidan bo'lgan Avam palata a'zosi, qo'shimcha Uyg'ur do'stlik gruppusining muavin boshlig'i Alexis Brunel Dussep tarafidan o'tirg'a qo'yilgan bu qarornoma parlamentning fuqarolik va ko'chmanlar komitetidagi hokimiyat beshilki liberallar partiyasini o'z ichiga olgan har qaysi partiya parlament a'zolarining birdek qo'llashida ma'qullangan edi. Bu munosabat bilan oldingi kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining maxsus ziyoratini qabul qilgan Alexis Brunel Dussep afandim navbatda Kanada hukumatidan Uyg'ur musofirlar qarornomasiga javob berishni kutayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Hukumatning bo'libmi sunilgan qarornomaga javob berishi intayin muhim qadam. Biz hukumatning javob berishini kutamiz. Bizning 30 kun vaqtimiz bor. Bu jarayonda hukumatning biz ma'qullagan qarornomaga qanday amal qildiganligini ko'ramiz. Men bundan intayin xursand. Yaxshi bo'lgani qarornomani komitetdagi barliq a'zolar birdek ovoz bilan qo'lladi. Hatta hokimiyat beshidagi liberallar partiyasidan bo'lgan parlament a'zolarining qo'llashiga erishishi yaxshi bir bishorat. Lekin biz hukumatning javobini kutishimiz kerak. Ondan biz bu qarornomani Avam palatasida munozara qilib, uningdan keyin ovozga qo'yamiz. Alexis Brunel Dussep afandim mazkur qarornomaning mazmuni haqida izohat berib mundaq dedi. Biz qarornomada alohida musofirlik salohiyatidan Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning bahramon bo'lishini talab qildik. Bu xil alohida tadbirlar 3-bir davlatda biometrik uchur to'plash iqtidorini kengaytirish, pasporti yo'qlarni vaqtli guvohnoma bilan ta'minlash, taq yo'nalishlik yo'l guvohnomasi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Chunki nurg'un Uyg'urlarning pasporti yo'q. Shunga bularni talab qildik. Biz 3-bir davlatda turishlik tutqun qilinish va Xitoy qaytirilish xavfidagi Uyg'urlar va boshqa turkiy musulmonlarning Kanadaga musofir bo'lib kelishini umid qilamiz. Bu intayin muhim. Biz yana BDTning musofirlik salohiyati bekitish jarayonidan atlab o'tishini talab qilamiz. Chunki shundoq bo'lganda biz bu kishilarning nurg'un vaqtini zoya qilib o'tmaymiz. Alexis Brunel Dussepning aytishicha, hukumat hozirga qadar Uyg'ur musofirlar masalasiga qarta hech qanday pozitsiyada bo'lib boqmagan bo'lib, bu qarornoma hukumatni buning qarta pozitsiya bildirishga majburlaydi ekan. Alexis Brunel Dussep yana mundaq dedi. Bu qarornomadagi 3 cho'ng nuqta. Uningda hukumatning va'dasiga amal qilishi talab qilingan. Chunki bu qarornoma hukumatning yozma javob berishini talab qilgan. Shunga biz bu qarornomaga qarta hukumatning javobini olamiz. Ondan biz ularning bu masala haqida nima o'ylaydiganligini va harakatida nima ish qildiganligini bila olamiz. Meningcha, bu bizning cho'ng futuqimiz. Chunki hukumat boshdan tortib hech qanday ish qilmadi, hech qanday pozitsiyada bo'lib boqmadi. Biroq hozir hukumatning buning qarta pozitsiya bildirish majburiyati bor bo'ldi. Shunga buni nihoyatda cho'ng futuq deb qarayman, dedi. Alexis Brunel Dussep afandim oxirida ta'kidlab mundaq dedi. Bu qarornoma dunyoga shu o'xshash signalni berdi. Ya'ni Uyg'urlar uchun bir panoh makoni bor. Buningdan boshqa Kanadada har qanday bir siyosiy shaxsning bu hukumat tarafda emas, balki Uyg'urlar tarafda ekanligini ko'rsatdi. Bu bek muhim. Chunki biz o'zimizga ittifoqdosh izlayapmiz. Kanadani ittifoqdoshlikda bek yaxshi degili bo'lmaydi. Hozir bizning bu jihatda o'zimizni ko'rsatadigan bir paytimiz. Shunisi aniqki, Kanada Uyg'urlarni qo'llaydi. Men hukumatning o'qitish partiyalarining yo'lini tutishni umid qilaman. Hukumat o'zining va'dasiga amal qilmagan paytda bundaq bir qarornomaning ma'qullanishi bek yaxshi bo'ldi. Bu qarornoma Xitoyga signal berib qolmay, butun dunyoga signal berdi. Chunki boshqa davlatlar bizning qanday qildiganligimizga qarab o'xshash ishni qildi. Kanada o'z oldiga bir ish tavratgidek unchalik kuchli davlat emas. Ammo boshqa davlatlar bizning bergan signalimizga qarab biz bilan o'xshash yo'l tutadi. Amerika hukumati Xitoy nazorat kamerasi texnik shirkati bo'lgan Hikvisionga jazo tadbiri yurgizishga tayyorlanmoqda ekan. Maliya vaqti gazetining xabar qilishicha, Amerika Maliya Ministerligi davlatlik alohida belgilanganlar tizimligi SDNni e'lon qildigan bo'lib, odatda bu tizimlikka kirgizilgan shirkatlar bilan har qanday Amerika shirkati yoki fuqarolarining aloqa qilishi cheklandi ekan. Bu shirkatlarning Amerikadagi mol mulklari to'ng'iltildi ekan. Hikvision shirkatining nazorat kameralari Sharq Turkistonda soqchi davlat sistemasini ishga oshirishda keng ko'lamda qo'llanilgan bo'lib, u Amerika hukumati tomonidan kishilik huquq dafsandichiligiga sherik bo'lgan deb ayblangan edi. Agar Hikvision shirkati haqiqatan Amerika Moliya Ministerligining yuqori tizimligiga kirgizilgan taqdirda og'ir oqibatlarga duch keladi ekan. Maliya vaqti gazetining egallashicha, Amerika hukumati allaqachon Hikvision shirkatiga qo'ymoqchi bo'lgan jazo tadbiri haqida o'zining sherik davlatlarga ma'lumot berishni boshlagan. Hozircha Oqsaroy va Amerika Moliya Ministerligi bu xabar to'g'riliq hech qanday ifoda bildirmagan. Ammo Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhou Lijian 5-may payshanba kundagi muxbirlarning kutilish yig'inida bu haqdagi xabarlardan qattiq bearam bo'lganligini tilga olib, Amerikaning kishilik huquqini bahona qilib Xitoy shirkatlarini bostirishiga qarshi turamiz degan. Amerika hukumati Hikvision va Dahua qatorliq shirkatlarni Uyg'urlarni bostirish
qatnaşqanlıq üçün ularga qarşı jazo tədbirlərini qo'llanishni allaqachon boshlab etgan. Oldingi mezgillarda prezident Joe Biden qaror ma'qullab, Amerika muassasalarini Hikvisionga mablag' silishdan cheklagan edi. Halbuki Reuters agentligining aytishicha, Hikvisionning yuqoridagi STN tizimligiga kirgizilishi intayin kuchli jazo bo'lib, bu Amerika-Xitoy munosabatlarini yanada yiriklaштirishi mumkin ekan. 25 aprel kuni Dünya Uyg'ur qurultiyi va Yevropada aktiv faoliyat olib berayotgan 20 ga yaqin Uyg'ur tashkiloti birlikda maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropaning har qaysi yerlarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 13 may kuni Jenevadagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyish va yurishga aktiv bilan qatnashishga chaqirgan. 26 aprel kuni Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa apandim yana inglizcha va uyg'urcha tillarda videolik safarbarlik nutqi e'lon qilib, har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni, shundaqla Uyg'urlar hissdoshlik qilayotgan, ko'ngil bilayotgan va Uyg'ur davosini qo'llab kelayotgan chet ellik do'stlarimizni 13 may kuni Jenevada o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyishini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqirgan edi. Növbətdə Yevropadagi har qaysi Uyg'ur tashkilotlari 13 may BDT oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyishi uchun jiddiy safarbarlik olib bormoqda. Bu qitimqi birlashma namoyishning eng asosli sohibxonlarining biri hisoblangan Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Emarov apandim va mazkur tashkilotning hay'at a'zolari bu munosabat bilan videolik chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropa, jumladan Belgiya Uyg'ur jamoatini 13 may Jenevada o'tkaziladigan tarixiy ahamiyatga ega birlashma namoyishga aktivlik bilan qatnashishga dalolat qildi. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dünya Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimli programmamizda ko'rishaylik. Amon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.